Assalomu alaykum. Sizni savolingizga shunday javob bermoqchiman. Haq keldi, botil yo'q bo'ldi. Zotan botil doimo yo'q bo'lguvchidir. Oyatining ma'nosi shundan iboratki, haq degan narsa, ya'ni Alloh taoloning borligi, uning birligi, uning farishtalari, rasullari, kitoblar va o'sha iymon asoslaridan bilgan narsalarning barchasi to'g'riligi mana shu haq degan so'z bilan ifoda etilishi mumkin. Endi botil degan narsa aslida asosga ega bo'lmagan va yolg'on yoki kizbdan iborat bo'lgan bir narsaga botil deyiladi. Chunki botilni aslida yo'q bo'lgan narsa, ya'ni asli yo'q bo'lgan narsa. Xuddi masalan quyosh chiqqanda yer yuzi qanday yorishsa, haq ta'limot bo'lganda botil bo'lgan ta'limotlar, botil tushuncha, g'oya, fikrlar xuddi shunday yo'q bo'ladi, chunki ular zotan asosga ega bo'lgan narsalar emas. To'g'ridan to'g'ri shunday tushunsa bo'ladi, bu menimcha murakkab bir konsepsiya emas. Haqiqatning o'zi nima degan savolga keladigan bo'lsak, haqiqat bu o'sha biz aytgan haqqa, ya'ni Alloh taoloni tanish yo'lida qilgan harakatlarimiz, sa'y-harakatlarimiz, ya'ni umuman olganda yo'lovchilik jarayoni, ya'ni yo'lchilik. Masalan, bir joyga borishimiz uchun u yoqqa yo yurishimiz yo biror bir ulov vositasidan foydalanishimiz kerak, o'sha manzilga yetib olish uchun. O'sha manzilga yetib olish jarayonida bosib o'tadigan barcha yo'limiz, masofalar bu mana shu haqiqat yo'lida, haqni topish yo'lida qilgan sa'y-harakat bo'ladi. Va bunga haqiqat yo'li deyish mumkin, chunki haqiqat degan narsa martabalardan iborat. Xuddi narvonga qo'yilgan o'sha qadamalari kabi haqiqatni ham martabalari bor. Bir narvonni eng tagida turgan, o'rtasida turgan insonni martabasi u narvonni yuqori qismida turgan insonni martabasiga teng bo'la olmaydi. Demak, bu insonning mana shu haqni tanish jarayonida, Xudoni tanish, uni bilish jarayonida bosib o'tadigan butun yo'liga mana shu haqiqat yo'li deyilsa to'g'ri bo'ladi. Endi yolg'on degan narsa, aytib o'tganda, aslida hech qanday asosga ega bo'lmagan narsa. Birinchi aqlga keladigan misol bu borada masalan iblisning o'sha Odam alayhissalom yaratilgandan keyin ular orasida bo'lib o'tadigan hodisa bilan bog'liq. Chunki yolg'on degan narsani haqiqatan ham mana shu yolg'on bo'lishi uchun avvalambor u niyatda shunday kelish kerak. Ya'ni shunga shu yolg'onni olib kelayotgan odam niyat qilgan bo'lishi kerak. Bu degani u odam berayotgan ma'lumotlarning aslida asossiz ekanligini biladi degani. Chunki u bilmasa, unda bu yolg'on bo'lmaydi. U faqatgina adashgan bo'lishi mumkin xolos. Demak, yolg'on bo'lishi uchun uni qasddan qilgan bo'lishi kerak. Xuddi iblis kabi. Iblis nima dedi? Men undan ustunman dedi. Chunki bu iblisning avvalambor o'sha nafsidan, kibridan kelgan narsa. Bu narsani u tafakkur ham qilib o'tirgani yo'q, o'ylab ham o'tirgani yo'q. Shu narsani aytgandan keyin endi bu narsaga u asos olib kelish kerak edi. Asosi yo'qligini biladi, lekin baribir chalg'itish maqsadida shunaqa asos olib keldiki, men dedi olovdan yaratilganman va odam tuproqdan yaratilgan. Demak,
o'zicha xulosa chiqaryapti. Tuproq bu past narsa bo'lgani uchun, olov yuqori narsa bo'lgani uchun men undan a'loroqman dedi. Ammo Alloh taolo Odam alayhissalomga o'zidan ufurgan ruhni e'tiborga olgan yo'q. Zotan barcha maxluqotni Odam alayhissalomga sajda qilinishga bo'lishining sababi o'sha ruhda edi. Uni loydan yaratildimi, suvdanmi, tuproqdanmi, boshqa narsadanmi, olovdanmi, mavzu bu emas edi. Zotan. Lekin iblis o'zini o'sha ichki kirni shunday chiqardi, manmanlik bilan men ustunman dedi. Ana uni keyin bu yolg'on gapini isbotlash uchun uni ustiga yana ikkita va undan ko'proq yolg'onlarni qo'shishni boshladi buni ustiga. Mana shu botil degan narsa bo'ladi, chunki botil agar to'g'ri mantiqiy tushuniladigan, fikr qilinadigan bo'lsa, chiritilishi mumkin bo'lgan, asosga ega bo'lmagan narsa, haq bo'lgan narsa esa har doim asosga ega va isbotlab berilishi mumkin bo'lgan narsa deb qabul qilish mumkin.